Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, aka-ukalar, yangi asalarichilar, hammanglar yaxshimisizlar? Bugungi sana 15-mart 2026-yil. Asalariga juda ko'pchilik kommentariyada qanaqa vitamin bersak bo'ladi deb yozishgan. Shu qisqacha videomiz. Asalariga vitamin qo'shib, bu oddiy vitamin qo'shib tayyorlaymiz. Bu oddiy nima? Zotbekalarda bo'ladi. Tetratsiklin. Shundan 10 litr suvimizga bitta qoshiqdagisi 5 gram chiqadi atrofida. 1 litrga 1 gramdan qo'shiladi. Bu Zo'rabek asalachilik do'konlarida bo'ladi. 150 xil ichida tarkibida vitaminlari bor, vitamin oqsillari bor. Bundan 1 litrga 1 gramdan beriladi bu ham. Hozir men 10 litrga tayyorlayapman. 10 litrga 10 gram beraman. Ikkalasini tetratsiklin bilan bu nimani bersanglar bo'laveradi. Shuni ikkalasini birdaniga bersa bo'laveradi. Devorlarga haligi bir oldingi videomda ko'rsatganman, devorlarga haligi sariq bo'lib ichayotganga o'xshab qoladi. Kommentariyalarga ham yozishibdi. Ichatyapti deb shunaqa qilib tayyorlab, har bitta ramkaga oiladagi ramkani hisobga olib, bitta ramkaga 50 gramdan beriladi. Qaynab sovigan suvga tayyorlanadi. Tetratsiklin bilan bu vitaminni ikkovini qo'shsa hech qanaqa ziyoni yo'q. Ikkovini tengdan bersanglar bo'laveradi. Bu ham profilaktik uchun 3 marta berilaveradi. Chisnovni to'xtatdik, 3 marta berdik. Bu ham shu 3 marta profilaktik uchun beriladi. Ariga hech qanaqa ziyoni yo'q. Bu ham immunitetlarni oshirib, onarni tuxum qo'yishi ko'payadi. Ishchi arilar ham baquvvat bo'ladi. Ichi ketmaydi. Har xil kasalliklarga foydasi bor buni. Hali bir xil kommentariyada bersam bo'ladimi, banan bersam yemayapti. Mana chisnovlarning hammasini o'rnini bosadi bu ham. Ichida instruksiyasini o'qidim. 100 xildan oshiq vitamini bor. Shu vitamin to'g'risida ozgina video chiqarib qo'yay dedim. Kimgadir manfaati tegib qolsa deb vitaminli qilib, bu ham 3 marta beriladi. Ta'kidlaganimdek, videolarimizni kuzatib boringlar. Keyin ko'pchilik juda asallarni bo'lish to'g'risida nima qilyapti? Hozir bo'lishga yetdi. Aprel oyining oxirroqlarida asalarichilikni yangi boshlab asalarichi paket sotib olaman deganlarga ham shu tavsiyam, aprelda oxirlarida olsanglar, qishloqdan chiqqan arilar bir qator yangilanib, yangi arilar chiqadi. Sizlarga 2026-yil yangi ishchi arilar bilan kamiga kelgan yana rasploti ham 2026 bo'ladi. Asal sezoniga rosa ishlaydigan yaxshi baquvvat asalarilar xarid qilgan bo'lasizlar. Keyin paket to'g'risida juda ko'p savollar bo'lyapti kommentariyaga. Paketni olayotganda ikkita rasplot, pishgan rasplot qanaqa olishni ham ko'rsataman. Uni ham ikkita pishgan rasplot olmasdan iloji boricha 100 ming so'm qimmat bo'lsa ham 3 ta pishgan rasplot bilan bitta karmovoy qilib olsanglar, asal sezonga do'g'ir 100 ming so'm qimmat olasizlar, lekin 1 litr asal bilan chiqib ketadi. 1 kilo asal bilan ko'proq asal olasiz. Siropimiz tayyor bo'lib qoldi. Mana yana bir 5 minut aralashtiraman. Videomiz qisqa olmoqchi edim o'zi. Gapim ko'payib ketib qoldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Hammanglar Allohga omonatsizlar.